Chilonzor tumani Qoziro'bod mahallasidan amerikanskiy stilda qurilgan townhouse'larimizni ko'rsatamiz. Video davomida men narxlari bilan aytib o'taman. Qadrdonlar, bor yo'g'i 4 dona qolgan, soni cheklangan, ulgurib qolinglar. Qani endi ichkariga kiramiz. Marhamat, kiraverish eshiklarini qaranglar, chiroyligidan qo'yib qo'yishibdi. Interyer oqsuvo holatda, santexnika eshiklari bitkazilgan, qolgan remontlarni o'zingizlar xohlagandek qilib olsanglar bo'ladi. Endi uyga kirganimizda chap tarafdagi birinchi xona bu oshxona uchun mo'ljallangan. Buni yonida sanuzil va buni yonginasida ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zining ichida yuvinish xonasi, hojatxonalari bilan birgalikda bo'ladi. Bu binoyimizni ham tegi yerto'lasi yaxlit qilingan. Bu yoqdan ham sizlar bemalol foydalanasizlar. Umumiy hisobda yerto'la birinchi, ikkinchi qavat bilan 156 kvadrat metr kattalikda. Ikkinchi qavatimizda ikkita xona bor. O'ng tarafdan ko'rsatishni davom etamiz. Bu ikkinchi qavatdagi birinchi yotoqxona bo'lsa, buni yonginasida umumiy sanuzil yuvinish xonasi bo'ladi. Zinadan chiqqanimizda to'g'ridagi oxirgi bu katta xonamiz. Xohlasanglar endi mehmonxona, xohlasanglar buni yotoqxona qilib ham foydalanishingiz mumkin. Qoziro'boddagi masjiddan bor yo'g'i 300 metr uzoqlikda bo'lyapti. Narxi keladigan bo'lsa 119 ming so'ralyapti. Albatta kelishiladigan joylari bo'ladi. Bilasizlar, har doim quruvchilar nomerini video ostida yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Ulgurib qolinglar, soni cheklangan.